Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Britaniya Rossiya va Ukraina erta kelishishiga qarshi Fransiya Usmonovning ikkita vertolyotini xatladi. O'zbekiston Tolibon hukumatini tan olish bo'yicha taklif bilan chiqdi. Rossiya Ukrainaga qarshi urush uchun Suriyadan jangarilar olib ketdi. Ayrim toifa ayollarga 5 million so'mgacha kreditlar naqd berilishi mumkin. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida 3 ta yangi yo'nalishda avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yildi. Prezident 4 ta shahar va 5 ta tuman hokimlarini lavozimidan olish bilan ogohlantirdi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Ayrim toifa ayollarga 5 million so'mgacha kreditlar naqd berilishi mumkin. Joriy yilning 31 martidagi hukumat qarori bilan ayollar daftarini yuritish orqali xotin-qizlar muammolarini tizimli ravishda hal etish va ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Nizomga muvofiq ayollar daftariga 30 yoshdan oshgan quyidagi xotin-qizlar kiritiladi: ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz xotin-qizlar, tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan ehtiyojmand xotin-qizlar, boquvchisi bo'lmagan ehtiyojmand xotin-qizlar, ijtimoiy yordamga muhtoj birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan, tezkor tibbiy muolajaga muhtoj ehtiyojmand xotin-qizlar, uy-joyga muhtoj xotin-qizlar, qarmog'ida nogironligi bo'lgan, farzandlari bor ehtiyojmand xotin-qizlar, tadbirkorlikni yo'lga qo'yish uchun xotin-qizlarga 33 million so'mgacha 14% kreditlar, oilaviy tadbirkorlik uchun 3 oydan 6 oygacha, imtiyozli davr bilan 3 yilgacha, chorvachilik, baliqchilik, parrandachilik uchun 1 yilgacha, imtiyozli davr bilan 3 yilgacha, bog'dorchilik, uzumchilik, limonchilik uchun 3 yilgacha, imtiyozli davr bilan 7 yilgacha ajratiladi. Shuningdek, ayollarga 5 million so'mgacha kreditlar naqd berilishi mumkin. Mazkur nizom tasdiqlanishi munosabati bilan ayollar daftariga oid ilgarigi vaqtinchalik tartib bekor qilindi. Rossiya Ukrainaga qarshi urush uchun Suriyadan jangarilar olib ketdi. Rossiya Ukrainaga qarshi urushda foydalanish uchun Suriyadan yollama jangchilarning ilk partiyasini olib ketdi. Ular hozircha tayyorgarlik o'tash uchun Rossiya hududida bo'lib turibdi, deb yozmoqda The New York Times nashri. Nashr ma'lumotiga ko'ra, guruh Suriya armiyasi diviziyasining 300 nafar askaridan iborat. Yana ko'plari yo'lda bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Negaki, Suriya bo'ylab askarlikka yollovchilar Suriya xavfsizlik xizmatlari tomonidan tekshirilishi va keyin ruslarga topshirilishi uchun minglab talabgor nomzodlarning ro'yxatini tuzmoqda. So'nggi yillarda Suriya ko'p yillik urush natijasida yollama jangchilar eksportchisiga aylandi. Mamlakatdagi harbiy harakatlar ko'plab erkaklarga jangovar tajriba berdi, lekin mamlakat iqtisodiyotiga shunchalik zarar yetkazdiki, odamlar endi ish topishda qiynalmoqda. Shuning uchun ham ular Liviya, Ozarbayjon, Markaziy Afrika Respublikasi va hozirda Ukrainadagi urushlarda ijaraga olingan qurol sifatida ishlatilgan, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, ba'zi suriyaliklar Asadni qo'llab-quvvatlagani uchun Rossiyaga nisbatan sadoqat his qilsalar, boshqalari shunchaki pul uchun jangga kirishadi. Yana bir guruh yollama askarlar to'g'ridan-to'g'ri jangovar bo'lmagan ishlarga, masalan, bazalar yoki neft inshootlarini qo'riqlashga jalb qilinishi haqidagi va'dalarga ishonadi. Nashr manbasining aytishicha, Rossiya Ukrainaga qarshi urushga Suriyadan 16 ming yollama askarni jalb qilmoqchi. Jang tajribasiga ega erkaklarga ustunlik beriladi. Rossiyada bo'lgan 300 ga yaqin askar Suriya armiyasining yo'lbars kuchlari deb nomlanuvchi 25-diviziyasidandir. Ular elita sanaladi va rus zobitlari bilan yaqindan hamkorlik qiladi. Ruslar ularga 6 oy davomida oyiga $1200, Suriyaga qaytganlaridan so'ng esa $3000 bonusni taklif qilishgan. Fransiya Usmonovning ikkita vertolyotini xatladi. Fransiya hukumati rossiyalik milliarder Alisher Usmonovning ikkita vertolyotini hibsga oldi. Bu haqda Forbes xabar bermoqda. Ikkita vertolyot bort raqami MDLB bo'lgan Arbius ES-175 va bort raqami MDLB bo'lgan Ercopter ES-155 mos ravishda 22 mart kuni Le Castello'da va 25 mart kuni Monte Carlo'da xatlandi, deb yozadi nashr. Ma'lumotni Fransiya Moliya vazirligi vakili tasdiqlagan. Oligarx vakilining aytishicha, Usmonovda endi vertolyotlar yo'q, chunki ular qaytarib bo'lmaydigan ishonchli shaxslarga o'tkazilgan. Mulkni ishonchli shaxslarga o'tkazish jarayoni ko'p yillar avval boshlangan va ularning sanksiyalari yoki boylikni yashirish bilan aloqasi yo'q. Ma'lumot o'rnida Italiyada rossiyalik milliarder Alisher Usmonovning umumiy qiymati 80 million yevrodan yuqori bo'lgan aktivlari musodara qilingan. Shuningdek, Germaniya rasmiylari ham Yevropa ittifoqi sanksiyalari ostida qolgan rossiyalik milliarder Alisher Usmonovdan 156 metrlik yaxtani musodara qilgani haqida aytilgandi, ammo ma'lumot keyinroq inkor etildi. O'zbekiston Tolibon hukumatini tan olish bo'yicha taklif bilan chiqdi. O'zbekiston Afg'onistonning Tolibon tomonidan tuzilgan muvaqqat hukumatini xalqaro miqyosda tan olishning mexanizm va mezonlarini ishlab chiqishni taklif qildi. Bu taklifni bosh vazir o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umurzoqov joriy yilning
30-31 mart kunlari Xitoyning Xuanshan shahrida Afg'onistonga qo'shni davlatlar vazirlarining 3-konferensiyasida bildirdi. Konferensiyada Rossiya, Xitoy, Eron, Pokiston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston hukumati a'zolari va tashqi ishlar vazirlari ishtirok etdi. Konferensiya doirasida Afg'onistonga qo'shni davlatlar tashqi ishlar idoralari rahbarlarining Afg'oniston tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Amirxon Mutaqiy boshchiligidagi Afg'oniston muvaqqat hukumati delegatsiyasi bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda Indoneziya va Qatar tashqi ishlar vazirlari mehmon sifatida qatnashdi. Konferensiyada so'zga chiqqan Sardor Umurzoqov Afg'onistonga mavjud muammolarni bartaraf qilish, milliy iqtisodiyotni qayta jonlantirish, ijtimoiy masalalarni hal etish va mamlakat hayotini normallashtirishda ko'maklashishga qaratilgan mintaqaviy hamkorlikni muvofiqlashtirishni kuchaytirish zarurligini ta'kidladi. Afg'oniston muvaqqat hukumatini xalqaro miqyosda tan olishning mexanizmi va mezonlarini ishlab chiqish taklif qilindi. Ushbu choralar mamlakatning mintaqaviy makon va xalqaro hamjamiyatga integratsiyalashuvini tezlashtirish imkonini berishi ta'kidlandi. Shuningdek, u O'zbekiston tomoni mintaqa davlatlari, hamkor mamlakatlar va Afg'oniston bilan barcha ustuvor yo'nalishlarda, jumladan iqtisodiy jihatdan tiklashni tezlashtirish va afg'on xalqining turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan yirik infratuzilmaviy loyihalarni amalga oshirishda hamkorlikni davom ettirishga sodiqligini bildirdi. Anjuman yakunida taraflarning qo'shma bayonoti va Afg'onistonning iqtisodiy jihatdan tiklashni qo'llab-quvvatlash bo'yicha Tunis tashabbusi qabul qilindi. Britaniya Rossiya va Ukraina erta kelishishiga qarshi. Buyuk Britaniya Rossiya va Ukraina o'rtasidagi tinchlik bitimi juda erta imzolanishiga qarshi. Uning fikricha, bu Kiyev uchun foydasiz. Bu haqda hukumatdagi manbalarga tayanib xabar berilgan. Qayd etilishicha, Britaniya tinchlik bitimini tezroq tuzishga haddan tashqari ishtiyoqmand ittifoqchilarning harakatlaridan xavotirda. London Ukraina harbiy mavqeini yaxshilasa, keyin kelishuvga erishish kerak deb hisoblaydi. Ba'zi ittifoqchilarimiz uning Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kelishuvga erishishini juda xohlashlari mumkin. Biz muzokaralarni boshlashdan oldin Ukraina o'z harbiy mavqeini iloji boricha yaxshilashi kerak deb hisoblaymiz, degan yuqori martabali manba. Unga ko'ra, AQSh, Fransiya va Germaniya erta tinchlik kelishuvi tarafdorlari qatorida. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida 3 ta yangi yo'nalishda avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yildi. O'zbekiston transport vazirligining xabar berishicha, bir qator xalqaro avtobus yo'nalishlarida tajriba sinov tariqasida qatnovlar tashkil etilishi arafasida. Xususan, Tojikistonning Holding Asia Group Tojikiston korxonasi yaqin orada O'zbekistonning qator shaharlariga tajriba tariqasida xalqaro avtobus qatnovini boshlaydi. Joriy yilning 2-aprel kunidan e'tiboran korxona Dushanbe-Termiz, Dushanbe-Denov hamda Panjikent-Samarqand yo'nalishlarida tajriba sinovi tariqasida qatnovlarni amalga oshiradi. Dushanbe-Termiz yo'nalishidagi qatnov masofasi 251 kilometr bo'lib, yo'nalishni bosib o'tishga 5 soat 40 daqiqa vaqt sarflanadi. Toshkent-Denov yo'nalishi qatnov masofasi 107 kilometr, yo'nalishga sarflanadigan vaqt 2 soat 25 daqiqani tashkil etadi. Panjikent-Samarqand yo'nalishi qatnovi masofasi 64 kilometr bo'lib, yo'nalishga sarflanadigan vaqt esa 1 soat 25 daqiqa. Qayd etish joiz, bugungi kunda O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida Toshkent-Xo'jand va Qo'qon-Xo'jand yo'nalishlarida muntazam qatnovlar amalga oshirib kelinmoqda. Prezident 4 ta shahar va 5 ta tuman hokimlarini lavozimidan olish bilan ogohlantirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 4 ta shahar va 5 ta tuman hokimlari va sektor rahbarlarini ogohlantirdi. Agar ular o'z hududida bandlikni ta'minlash bo'yicha rejani bajarmasa, lavozimidan ozod etiladi. Davlat rahbari ish o'rinlarini tashkil etish, bandlikni ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratib shunday deydi: bunga faqat iqtisodiy ko'rsatkich sifatida emas, balki xalqimizning ijtimoiy himoyasi nuqtai nazaridan qarash zarur va shart. Prezident ayrim viloyat, tuman va shahar hokimlari tomonidan yangi ish o'rinlarini yaratish va bandlikni ta'minlash bo'yicha rejalar qoniqarsiz bajarilayotganligini qayd etdi. Unga ko'ra, Andijon, Samarqand, Surxondaryo, Farg'ona va Xorazm yanvar-fevral oylaridagi bandlik dasturi ijrosi yillik rejaga nisbatan ancha past berilgan. Tuman va shahar kesimida Samarqand, Termiz, Nurafshon, Zarafshon shaharlari, Amudaryo, Qorovulbozor, Denov, Qiziriq, Shovot tumanlarida 2 oylik ko'rsatkichlar qolgan hududlardan ancha past. Xizmatlar va hunarmandchilikda bandlikni ta'minlash ham ko'plab tumanlarda ishlar qoniqarsiz. Agar yarim yil yakuni bilan natija bo'lmasa, ushbu shahar va tuman hokimlari, sektor rahbarlari lavozimidan ozod etilishi ta'kidlandi.